Arzon narxda va srochniga sotilinadi Cobalt avtomashinasi. Assalomu alaykum qadrdonlar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Kraskasi toza deyapti. U yoq bu yoqda chaqa-chuqa petnosi bor. Yana ham tekshirib turib ko'rib bemalol olaversangiz bo'ladi. Egalarining o'zlaridan so'ralgan ma'lumotlar asosida aytilyapti. Va izlab 105 ming probegda, eng muhimi metanda ko'rsangiz bo'ladi. Bexijolat pastdagi telefon raqamlari egalarini o'zlarining nomeri, telefon qilib gaplashib savdolashib ko'rsangiz bo'ladi. Narx-navosi ham izlab arzon narxda. Akamiz 9,5 ming, oxiri talashib, tortishib 9200 ga ham tushdi. Men aytdim, aka boshi qotirmasdan bo'ladigan joyi qancha deb turib, oxiri sizlar uchun bitirib qo'ydiganingizlar $9000 ga taqalgan narxi. Bemalol pastda egalarining nomerlari, telefon qilib gaplashaversangiz bo'ladi. Aytgancha, biz kanalimizda mashina oldi sotishni ham yo'lga qo'ymoqdamiz. Kimda mashina sotmoqchi yoki olmoqchi bo'lsa, bemalol kuzatib boraversangiz bo'ladi. E'lonlarni joylab boraveramiz. Biz kuzatishda davom etaverasiz. Samarqanddagi, Pazdarg'omdagi eng original kontentlarni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Rahmat.